Keling. Assalomu alaykum. İsmim Basel. Hoş Men bundan bir yil oldin yerga kelib qolishimni sababi Xo'jayim. xo'jayinim mikroinsult o'tkazdi birinchi. Oradan 1,5 yil o'tdi. Keyin haftaga yana ikkinchi marta insult bo'ldi. Ikkinchi marta insult olganlarida to'shakda yotib qoldi. Bansiyaga yotqizib chiqardik. 4 oy postelda rejim bo'lib qoldi. Shunda keyin xo'jayimni u yoqqa davlatdik, bu yoqqa davlatdik. Bir inson sababchi bo'lib menga bu maslahatlarni tavsiya qildi. Tavsiya qilganda men sirop, mana shularni olishim. 5 ta mahsulot keltirdim. Shunda xo'jayinim 1 oyga qolmasdan o'zlari yurib ketdi joylardan turib. Buni ichirdim, perfekta vitalikini. Keyin smartdan ichirdim. Mana endi hozir 1 yildan oshib qoldi. 3 oy bo'ldi mana buni ichiryapman. Juda holatlari yaxshi. Oldingi holati siz yelkada olib kirgizib olib chiqargansiz, to'g'rimi? Yelkamga qo'llarini olib turib, nimaga olib chiqib, hovliga olib kirganmizda. O'zim o'zini saqlay olmasdi-da, yurolmasdi. Keyin bularni ichgandan keyin o'zini saqlaydigan bo'ldi, sekin-sekin yuradigan bo'ldi. Allohga shukr, men hozirgi kunda o'zlari bemalol hovlida aylanib nima desam bo'ladi, besetkalarda aylanib O'ziga o'zi xizmat ko'rsatadi. Xizmat ko'rsatib, hozir meni keragim yo'q, 2 marta insulin. Ikkinchi marta insulin mana shu bilan tuzatib, keyin bularga nima bo'ldi? Ishga keldim. O'zim allergiyadan yaxshi bo'ldim, yuzimda allergiya bo'lardi. Masalan, o'sha kasallik bo'yicha kelib qolganman-da.